1 million atrofida oylik oylik daromad hech qanaqa elektrga to'lamasdan naborot cho'ntigimga qolibdi. Ushbu turgan quyosh panellari uy egasiga tekin elektr energiya ishlab turibdi. 1 yil oldin mana shu xonadonga 10 kilovatlik quyosh stansiyasini o'rnatib bergan edik. Xo'sh, bizning doim klientlarimizga va'da berganimizdek 1 yilda 2 marta kelib stansiyani ko'rikdan o'tkazib ketish xizmatimiz bor edi. Mana 1 yil davomida mana bu ikkinchi safar kelishim. Xudo xolasa hamma joyni tekshirib ko'rib ketyapman. Birinchidan bizning ustalarimiz invertorni juda ham to'g'ri, yaxshi joyga o'rnatgan. Sababi keng, hamma joy ochiq, havo hech qanaqa aylanishga to'siq yo'q. Buni yoniga 6 oy oldin bizga murojaat qilib aytgan edi klientimiz, elektromobil olgan ekan. Buni qo'yib berdik, stabilizatorni qo'yib berdik. Hammasini kelishgan holda o'zimiz elektrik bog'lab kelib qo'yib berib ketishgan. Bizning xizmatlarimiz qanchalik sizga ma'qul bo'ldi? Endi sizning fikringizni bilsak. So'raganimizdan 1 yil oldin bizga 10 kilovatli quyosh panel so'rab berganlar. Bundan tashqari 1 yil ichida mana 2 marta servis xizmat ko'rsatib, 2 marta demoqda. 6 oy oldin elektromobil va stabilizator ham bizga so'rab berdilar. Ular ham hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Ishlarni ham qoniqarli, yaxshi. Xo'sh, endi bizni muxlislarimizga, bizni ko'rib turgan odamlarga bitta narsa qiziqsiz. Mana shu 10 kilovatlik quyosh fotoelektrostansiyasidan oylik qancha daromad qilayotganimiz muxlislarga qiziq. Siz masalan shu kunlik qancha daromad qilyapsiz, qancha ishlab chiqaryapsiz, qancha sotyapsiz, o'shalar haqida ozgina batafsil tushuntirib bersangiz. Kuniga o'rtacha 60 kilovat atrofida ishlab chiqaradi hozirgi kunda. Bundan iste'mol ko'p emas, endi elektromobil kunlik iste'mol bor. Bundan tashqari oyiga 1000 kilovat atrofida davlatga sotmoqdaman. Hozir kunda yozda narsa bo'lmoqda. Masalan, sizga oyiga qancha naqd pul tushib davlat tarafidan tushib berilayotgan narsa? 1000 kilovat degani 1 million 200 million atrofida oylik daromad hech qanaqa elektrga to'lamasdan naborot cho'ntigimga qolibdi. Kimga mana shu xizmatlar kerak bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha xudo xolasa sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling.